Shunaqa do'konni ochish uchun qancha pul ketadi? 40 ketib qoladi. Ketdik. Kirishdan shunday keng salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Administrator, men choy beryaptilar mijozlarga. Ismingiz nima edi? Abdulhamid nechinchi? Yo'q, mijozlar bor ekan. O'zlarimiz. Usta akalarimiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Abduvohid. Abduvohid nomimman. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? Bu yerda 8 oydan beri. 8 oydan beri ishlaysiz. Maoshlardan gapirib Hozirgi kunda daromadimiz 1,5 million dollar. baragasini bersin. Ishchimiz Shogirdim bu. Shu bir Yangi 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Usta o'zingizdan. Usmon. Bu usta qochyapti. Bu ustani ham olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingizda? Mahmud ismim. Siz ham 1,5 ming olasizmi yo siz 5 ming dollar oladigan bo'lsangiz? Hamma bilan birma-bir suhbat qilmoqchi edik. Band ekan mijozlarga yoqishi bor, yoqmasligi bor. Kimga qiziq bo'lsa, bu biznesda kelib qanday ochganlar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, YouTube uchun intervyu ham oldik. To'liq videoni ko'rib, YouTube'da hadyangizni oling.